Jahongir ismini eshitganda ko'z oldingizga buyuklik kelishi bejiz emas. Bu shunchaki ism emas, balki butun boshli bir olamni boshqarish qudratidir. Fors tilidan olingan bu ism jahon, dunyo va gir egallovchi, ya'ni dunyo fotihi degan ma'noni anglatadi. Tarixda buyuk Temuriylar sulolasi bu ismini g'urur bilan ko'tarib yurgan. Jahongirlar tabiatan strateg bo'lishadi. Ular har bir qadamni yetti o'lchab, bir kesishadi va maqsadlari yo'lida hech qachon chekinishmaydi. Ularning ichki dunyosi juda keng. Ular atrofdagilarga tayanchni va himoyani his qildira oladigan, mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan haqiqiy liderlardir. Sirli fakt shundaki, bu ism egalari eng og'ir inqiroz holatlarida hayratlanarli darajada sovuqqonlikni saqlab, yechim topa olish qobiliyatiga ega. Ular uchun chegara mavjud emas. Siz dunyoni emas, avvalo o'z taqdiringizning mutlaq g'olibi bo'lishga munosibsiz. Bu videoni hayotda o'z o'rnini topgan mard jahongirlarga yuboring.